Voy. Hüksçasiga e'tibor qilinglar buni. Chiste Eston bo'ladi hüksçasi. Chiste. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, mana sigirlarni yana zo'rlaridan kelib boshladi. Sigirimizga baho berasiz. Chiste Eston paroda sigirimizdan yana kelgan. Bolasi hüksçasidan so'raganlar borku, bolasi hüksça qillaridan kelgan. Janavar sigirni turishlariga qaranglar. Yosh sigir 3-bolasi tishlarini ham ko'rsatib o'tamiz videoning oxirida. Sigirimizni mana bu tomondan ko'rinishlari, mana sigirimizga baho berasizlar. Taglariga qaranglar, janavar sharaday beradigan sutli xillaridan kelgan. 15 ta sutga nasib bo'lsa. Mana sigirimizning bu yon tomonlaridan bitta ko'rsatib o'tamiz. Sigirimizning jasadlariga, badallariga e'tibor qilasiz. Mana yuz bichimlari, molimiz juda zo'r. Badan zo'r, jasadi zo'r. Kelib ko'rib olasizlar. Sog'lishlariga butun maza qilasizlar molni. Hajjanavar. Narxini ham kelishtirib qo'ydik, 26,5 million dastavkasi Buxoro bo'ylab bolasi hüksçasidan so'raganlarga. Voy, hüksçasiga e'tibor qilinglar buni. Chiste Eston bo'ladi hüksçasi. Chiste bo'ladi. Mana qip-qizil to'qaloq bo'ladi, shox chiqmaydigan xillaridan. Mana bu sigirimizni o'zi, mana sigirni hüksçaga e'tibor berasizlarmi? Hüksçaga orqa korpuslariga qaranglar, buni to'rburchaklariga. Janavar. Hüksçani ham bergan janavar. Bellari ham shuna ustiga yotsa bo'ladigan darajaga hüksçani. Hüksçani turulariga qaranglar, butunlaydilar. Lachakchalarga qaranglar, mollar. Beliga qaranglar, belini qaranglar. Janavar. Aka ana tishi.